الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, biz bugün Sure Nisa'nınki 29. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala insan qurilish meselesiga hitap qilib başladı bu surani. Biz burundan derslerimizde bu noktalarni alohida tekrar eskartib keldik. Şahs qurilishi, onun ideya qurilishi, oila qurilishi, oila munosabatidagi er-ayollik munosabat, er-ayollik munosabatdan kelib chiqadigan har xil masalalarga qarata hukmlarni bayon qilish qatorliq masalalar o'tirg'i qo'yilib bo'lgandan keyin bugungi oyatimizda, ya'ni 29-oyatda iqtisodiy masala. İqtisodiy masalaga qanday qarash, kishining qanday muomala qilishi, har odamning egilik, o'zining mol-mulkidagi egilik huquqi, uning boshqalar tajovuz qilishga bo'lmaydigan bir qizil siziq ekanligini bayon qilib davotida astag'firu billah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yani bugünkü ayette birisi mal, yani birisi can meselesi oturup koyuldu. İki mesele. Çünkü insanlar bir cemiyet yaşayırken mutlaka iki mesele yüz buldu. Biz bu hayatın degendek kişinin ailevi meselesi hal kılınıp boğandın keyin yoki bir kılınıp boğandın keyin, onu bir yolu sap boğandın keyin andaki insanlar arasında normal yaşaş için, cemiyetleşiş için elim birim soğudu sattık ketidi. Bunun da mesele çıkıdı. Çünkü insanın tabiati de bir xil pul malga amraq. Yani işlesem deydigan bir xil micaz tabiati de boğaçqa Allah Subhanahu ve Taala bu meseleni mi oturduğun kesiplam hal kıldı. Ondan keyin kişilerin can hukuku, canının kıymeti bu ayette alohida qana qilindi, eskartilgan bir şekilde ta'limot sifatida tilg'ilindi. Avval ayetni bir tercüme qilsam qarindoshlar, ey mu'minlar, aranglarda mal mulklaringlarni yo'lsizlik bilan yig'olmanglar. Lekin o'zaro rozi bo'lishib ticaret yollarida o vaqtda manadan pul anınğa ötse, anından pul anınğa ötse, mao anından azraq payda alsa, bunundan nima yo'q, masala yo'q. Ve o'zinglarni o'ltamanglar. Allah sizlarga rahim qiluvchi, mehr shafqat qiluvchi. Ana biz her oyatlarga diqqat qilganimizda ya ayyuhallazina amanu, ey mu'minlar deb xitob qilingan oyatlarda mutlaqo bir hukm bor. Bizni buyurayotgan yoki bir ishdan to'sayotgan hukm bo'lgan bo'ladi. Bunda hükümlerini asasen degudek Allah Subhanahu ve Taala iman etqanlar degan xitob bilan boshlashi haqida biz ilgirki mushkil oyatlarga yana tekrar deb o'tdik. Shunda osmon bugun tekrarlab o'tib ketaylik. Allah her qachon bizni bir ish qilib buyurmoqchi yoki to'smoqchi o'g'inida mush iymonni asıltıdı bizga. İman etqango degan bir şekilde. Nimiş qadese? Çünkü dinning manda bir prinsip var. Dinda mecburlaş yok. Bazı qarindoshlarimiz mushuni xato tushunib olib,
dinning ta'limotlarini, buyruq cheklamalarini xolisam ijro qilaman, xolisam ijro qilmayman deydigan pozitsiyada bo'lgan ahvollar bor. Yo'q, masala unda emas. Masala menda. İnsonga Alloh subhanahu va taolo dinga kirish, kirmaslik, musulmon bo'lish, bo'lmaslik ixtiyorli berdi. Mana bu Sura Al-Imron'daki La ikraha fid din degan oyatning mazmuni. Atrofimizdagi har qanday qadam bir ixtiyor, bir tanlash huquqi va huquqiga ega. Ya'ni xolis musulmon bo'lsin, xolisa musulmon bo'lmasin. Masala bu shaklda tugagan bo'lsa, endi musulmon bo'lib, iymon aytib bu dinga kirgan kunisidan tortib bu dinning bir ta'limotlari bor. Bu dinning o'ttirg'i chiqarmoqchi bo'lgan bir maqsadi bor. Ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan bir muhiti bor. Mushu nishonni amalga eshish uchun bu dinga kirganlar qana qilish kerak? Shu taqozo, shu talab, shu ta'limot bo'yicha ish ko'rish kerak. Shu vaqtida undan keyin dinning asosiy maqsadi ro'yobga chiqadi. Valillahil masalul a'la, Allohning hech qanday o'xshashi yo'q, misli yo'q. Ama masalani aniqlash uchun, texmi oydinlashtirish uchun bir misol olsak normalda bir odamning bir zavod yoki korxona yoki bir shirkatga kirib ishlashi erkinlik. Xolisa ishlaydi, xolisa ishlamaydi. Bu insonning erkinligi. Ammo kirib ishlab bo'lgandan keyin, qo'l qo'yib bo'lgandan keyin cho'qim shu shirkat, shu zavodningki ishga tushadigan vaqtiga rioya qiladi va ishdan tushadigan vaqtga rioya qiladi, ish qilish tartibiga rioya qiladi. Agar unda bo'lmasa, u shirkat yoki u zavod tuzum buzilib ketadi. Ko'zlab erishmoqchi bo'lgan natijasiga qanaqlanmaydi, erishamaydi. Aqalli insonlar orasidagi ish bu. Shunga bu dinga kirish kirmaslikning ixtiyori hala har qanday odamning ixtiyori bor. Bu dinga kirib yashsin bo'ldi, kirmaysin bo'ldi. Ammo kirib bo'lgandan keyin cho'qim dinning ta'limotiga qanday qilishing kerak, uyg'unlashtirishing kerak hayotingni. Bu sen men iymonga kirdim, iymon etdim, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat kalimasini ko'tardim, akeldim degan vaqtingda sen bularning hammaga qanaq bo'lgan bo'lsa, qo'l qo'yib bo'lgan bo'lsa qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin mushu nuqta qalbimizda bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo har ahkam oyatining oldida ko'p hollarda bir ishga buyurmoqchi, to'sqalmoqchi vaqtda bizga shuni eslatadi. Men sizlarga zulm qilmadim. Sizlarni ko'tarmaydigan ishlarga buyurmayapman. Men sizlarni ixtiyorligingiz bir ishni qilishga majburlamayman. Avval sizlar menga iymon aytdinglar, biz bu to'xtamga kirdik, unda o'g'andik, sizlar mana shuni qilishinglar kerak deganni asl tush uchun shu xil shakldagi oyatlarning boshida bizning iymon aytganligimiz eskartilib o'tiladi, bizning iymon ismimiz bilan bizga xitob qilinadi va masalaning mohiyati bizga qana qiladi, eskartiladi. Endi oyatlarning ilgirki ahkomlariga kelsak, bu masala tugandan keyin burungi oyat darslarga nazar tashlaganimizda, burungi oyatlarda masalan ayollik o'turdiki nikoh masalasidagi nafaqat masalalari, taloq masalasidagi nafaqatlari, masalan to'yliq masalalari, undan keyin to'y qilib bo'ladigan ayollar, bo'lmaydigan ayollar va uning tartib tuzilmalari ilgirki oyatlarda qanday qilgan bayon qilingan bo'lsa, ma oyatda Alloh subhanahu va taolo iqtisod haqida gap qilyapti. Iqtisod degan nima? Pul degan nima desa, hayotning davomlashishining asosi. Shundaqla kishining tirishchanligining, emgikining va ta'rining nimasi, mevasi, natijasi badili. Endi iqtisod deganlik bizning kallamizda davomli mushanjuqimizdagi pullam ko'zimizga kelib qoladi. Miniyatda insonga berilgan mayli bevosita iqtisod yoki bevosita iqtisod bo'lsin, hammasi iqtisod. Ya'ni insonning imkoniyati, yemek içmeki, kiyim kechiki, mashinasi ish qilib inson foydaldigan hayotni davomlashtirish asosining hammasi nima hisoblanadi? Iqtisod hisoblanadi. Buni arabchada Qur'on ifodasida nima deymiz? Mal ifodasi bilan ifodalaydi. Al-mal, ya'ni amval ifodasi bilan.
Endi Allah subhanahu va taoloning bu asosiy ahkomlar qatorida iqtisodga bu xil shaklda ahamiyat berishi dunyo hayotining normal bir shaklda davomlashishining eng muhim asosidan birisi. Qanday? Chunki biz bayatdan az ilgari dedik, iqtisod bir odamning qon tari, emgikining natijasi o, emgikining ishlagan, qilgan harakatining, mangan yo'lining natijasi. Bu qo'g'dilishi kerak. Agar buningga ahamiyat berilmasa, bu qo'g'dalmasa, hayotning harakati buziladi, hayotning ritmi buziladi. Bir odam o'zining ishlagan haqqiga erishamasa yoki ishlab qon tari badali kelgan mol mulkini boshqalar haqsiz bir shaklda yavasa, ya'ni qo'g'diyolmasa, amin olmasa, unda odam qanaqa qilmaydi, ishlamaydi. Bu qanaqdirlikki mening oyatdagi boshqalarning mol mulklarini yo'lsizlik bilan yavamanglar degani, ya'ni chuqurni o'g'irlab yoki bulonchilik qilib yavamang deganlik lam emas, balki boshqalarning haq huquqiga, ya'ni iqtisodiy haq huquqiga daxl oladigan butun sohalar buning tahtiga kirib ketadi. Men bir ishchi, mening muoshimni bermadi, buning tahtiga kirib ketadi. Birisi savdogarlik qilib menga mol sotdi, men uning melining pulini olmadim, o'xshash. Yangi qo'ldan bulib oldim, o'xshash. Demak, qarshi taraf erishishga tegishlik haqqiga erishamagan hamon u qanday ideya keladi. Agar shunda jamiyatda shunda bir aminlik bo'lmaganida, ishlagan har qanday odam ishlagan ishining natijasini ko'rmaganida nima ish ishlayman deydi. Nima ish ishlayman men? Masalan bir şirket yoki bir zavod yoki bir jamiyatga o'xshash ikki odam bor. Birisi ishlamaydi, birisi ishlaydi. Ishligini, o'zining ishligiga tushliq erishamaydi. Ishlamaganimi ishlagandan farqsiz bir narsaga erishadi. U vaqtida ishlagan odamning kalasiga nima keldi? Men nima ish ishlayman deydi. Nima ish ishlayman deydi. Ish to'xtaydigan gap. Shundan jamiyatning hayot ritmi buzildi. Nima ish hayot ritmi buzildi qarindoshlar? Chunki kishi tabiiyatida mal mülki qiziqadigan bir tabiat var insanda. Özü üçün cuma, yani başkalarına oylamadım. Bir insan özü üçün bir payda menfaatinin kelişini yaxşı görür qanday insan. Bunu hiç kim inkar qılanmaydı. Endi insan muşu tabiiyeti türküsü de işleydi, mal dünya toplaşın işleydi, tirişidi. Bunun tirişqini gerçi özünün niyetide, özü üçün lan bolsa mu, özü halimizin etrafındaki nurgun adamga payda soludu. Allah del bu xildeki hizmet, iş, hareket ritmini qanaqamaq saqlamoqchi. Mesela misal qalayli. Birisininki neçe milyon pulusu var, iqtisadi var deyli. Bu pul bu adamga hayatının ahirigacha yetib eşidi. Ama İnsan özünün vücududaki iqtisodga bo'lgan qiziqishning turtkisida qanday qiladi? Men bika uyda qo'yib qo'ysam, qo'yib qo'ydi ekanman bu pulni. Unda qandan bir savdo saroyidan birini salay yoki binodan birini salay, buni ijara versam yoki satsam, nurg'un qana qildi ekanman, pul topadi ekanman deydigan bir qiziqishning turtkisida bu ish tutish qiladi. Tutush qilgan shu kundan boshlab bu adamning yanchuquga sağan mablag'ining foydasi kirib bo'lg'icha necha ming odam bu odam boshlagan mush ishdan foydalanadi. U binoni sizgan injener oladi. Ya igisi oladi, masalan, u foyda qilishidi. Bu imoratni selish jarayonida ishlagan ishchilar qanday qiladi? Foyda oladi. Simon zavodi foydaladi. Mesela tümü zavodu paydalıdı, sır zavodu paydalı. Degil tutsak, buna münasebetlik bütün saha muşundun paydalıdı. Yani bu adamın ki özünün hayatından oylasa, eğer Allah işte yaratıp koygan bolsa, iş yapmaydı. İnsanın tabiatideki şu mal mülki boğan kızıkış cemiyetin terakki kıldırıldı. Şunun türküsü o özü halimizin cuma qarindoshlar. Men başkalığı bir moçen, bir tillik payda yetkizey. Bunu oylamışsın ama bu adam özü üçün başlagan şu işte neçə yüz adam qana qılıdı, menfaatlanıdı. Bu noktadan bu adamның şu yerden erişidigan menfaati kafalatga ega bo'lishi kerak. Bu adamның haq huquqi qo'g'dilishi kerak. İnsan özünün haq huquqining qo'g'diladiganligidan emin bo'lmagan vaqtda ishlamaydi, tashlaydi ishni.
Bu adam ishni tashlab degan gap bir adam ishdan to'xtadi degan gap emas. Shu odamga munosabatlik nurg'un insonlar buningdan qanday qiladi? Mahrum bo'ladi degan gap yani. Endi bu yerda bir savol kelishi mumkin. Bayat men olgan misol olgan imorat solgan odamning misolini qildim. Shu odamni birini ko'paytib olaylik. Ikki odam o'xshash bir ish tutish qildi. Başta imoratning birini soldi. Ya men bu imorat misol qildim. Har qanday savdo turlari bunga misol bo'lsa bo'ladi. Bir ishni boshladi, qildi, oxiriga chiqdi. Bu ikki odamning ishidan kishilar o'xshash manfaat oldi. Ammo birisi ko'nglida o'zi uchun lam qildi. Yana birisi o'zini o'yladi va boshqalarga manfaat etishni o'yladi. Endi ko'pincha insonlar o'zini o'ylaydi, bu aniq. Bu haddan ziyod gunoh emas. İnsan aşta yaratilgan tabiatda. Bu ikkisining farqi qanday bo'ladi desa, amaliyotda kishilarga manfaat yetkazishda o'xshash, hech farqi yo'q. Ammo kishilarga manfaat yetkazishni ko'ngliga pukib uzulan billa, qig'ini, savobni billa oladi. Ajrni billa oladi. Ammo o'zi men iqtisod topay, men o'zim iqtisod to'play degan niyatda boshqasini o'ylamay, qipti o'xshashlar bu odam boshqalarga manfaat yetkazib yuradi. Bu adamning halaldan pul topman deginga savob bo'lsin, lekin qilgan ishida haliqi kishidan farq qilinadigan tarafi shu chiqadi. Yani boshqalarni o'ylamaganlikqa qarata savob bo'lmaydi, chunki o'ylamagan narsaga dinning odilligi, Allohning odilligi shuki, inson o'ylamagan narsaga erishmaydi. O'ylamagan savobga erishmaydi. Niyat qilmagan, maqsad qilmagan savobga erishmaydi. Maqsad qilmagan chiqish ikkisining farqi shu bo'ladi. Ammo bu yerda sizlarga ta'kidlamoqchi bo'lgan maqsadimiz shu qarindoshlar. İnsan bir ish qilganida u qilgan ishining hajmi cho'ng olsun, kichik olsun, o'ziga ma'lum muvofiq yarasha shaklda qilgan ishining o'zidan boshqalarga foydasi bo'ladi. Bir aqalli misoldan birisi. Bir dehqon bir yani terisa va termisa. Bu ishning ne farqi bor desa, terga vaqti bu odam garchi ko'nglida ben bu yani terip bir yıllık o'zimning yemek içmekini kafarat qilaman deblam o'ylaydi. Amaliyotda mushadamning başta o'ylab qilgan ishininki o'zi o'ylagan natijaga erishgandan boshqalarga nurg'un nimasi yetadi, ta'siri, manfaati yetadi. Bir bug'doy tergan odamning bug'doyni un qilish uchun bir un zavodi harakatlanadi. Un zavodida ishlaydiganlar onun manfaat. Yani shunga o'xshash misollar ve ko'p qarindoshlar. Atrofimizga har qanday ish shunda. Shunga hayotda harakat to'xtamaslik kerak. Ish to'xtamaslik kerak, savdo to'xtamaslik kerak, tijorat to'xtamaslik kerak. Harakat qilgan, ishlagan har odamning huquq manfaati iqtisodiy kafolatga ega qilinishi kerak. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo bu jamiyatning taraqqiy qilishining asosi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo buning uchun bugungi oyatimizda 29-oyatda o'zaro mol mulkinglarni batil yo'llar bilan yavanmanglar, haqsiz yo'llar bilan yavanmanglar degan bir shaklda bizga cemiyetimizin taraqqiy qilishining muhim asosiy prinsipini bizga gapirib bu ta'limotni bizga berib. Endi oyatning ifodasiga qarata bir mulohazamizni yurgizib boqaylik. Oyatning ifodasida mal mulkinglarni ifodasi qo'llanilgan. Bundan ba'zilar oyat insonning o'zining mol mulkiga qaratilgan. İnsan özünün mal mülkini yani qanday yo'llar bilan, haqsiz yo'llar bilan ishlatsa sarf qilsa bo'lmaydi. Chunki Qur'ondagi hech ifodasi odatda normalda ishlatishga qo'llanildi. Davomli hech emas. İnsondagi eng cho'ng ehtiyoj hech o'g'achqa, shu insonning ehtiyoji iqtisodni sarf qiladigan o'rinlarni yoki iqtisod elish, qo'lga keltirish qatorliq ifodalar ko'p vaqtda hech ifodadan ifodalanadi. Bu nuqtadan ba'zilar bu insonning o'ziga qaratilgan o'zining mol mulkini qanday yo'llar bilan, to'g'ri yo'llar bilan sarf qilish kerak, haqsiz, to'g'ri bo'lmagan batil yo'llarga sarf qilmaslik kerak degan ma'no oldiganlar bor. Bu cho'ng masala emas. Bu ma'no shuni tahtiga kiradi. Yana birisi boshqalarning mol mulkini yuvonmanglar degan. Men shuni tarjima qildim sizlarga. Bu ma'no asos. Nimishqa? Chunki Qur'oni Karim jamiyatni bir butun jamiyat shaklida tasavvur qiladi.
Şu cemiyetdeki qandaq bir ishni bizga ya qilinglar yoki qilmanglar shaklda buyruq bermoqchi bo'lsa, o'zimizning ishi sifatida ko'rsatadi. Ya'ni sizlar boshqalarning mol-mulkini elib olmanglar ifodasiga o'zinglarning mol-mulkini elib olmanglar ifodasini qo'llanyapti. Nimishqa? Chunki buyruq menga yoki sana yolg'iz kelmaydi. Buyruq mujtamiyat yashayotgan har bir odam keladi. Mening boshqalarning mol-mulkini yeyolmaganim, amaliyotda o'zimnikini yeyolmaganim. Men boshqalarnikini yeyolmasam, boshqalar menikini yeyolmasa, men boshqalarnikini o'g'irlab olmasam, boshqalar menikini o'g'irlab olmasa, ma jamiyatda men mu amin bo'lma, sen mu amin bo'lsa, ya'ni biz amin bo'lamiz. Ma nuqtadan bir odamningki boshqalığı qilmaganligi bir yomonlikni amaliyotda kim qilmaganligi o'ziga qilmaganlik. Shunga oyatdagi sizlarning mol-mulkinglarni deb sizlarning ifodasini qo'llanishi mushu vajidin ya'ni. Jamiyatda har bir odamga boshqalarning mol-mulkini yeyolma, haqsiz yo'ldan elib olma deb kelgan buyruq bir xil uning yo'llarini talashtirgandek, erkeligini boqqandek tuyulsa-mı, ama onun bilan xas olmagandan jamiyatda yashayotgan har bir odamga tushgan hukm bo'lgandan sen boshqalarning mol-mulkini elib olmaydigan holatga kelganingda boshqalarning mol-mulkiga daxl qilmaydigan, chaqilmaydigan yerga keladi. Sen boshqalarning malini yeyolmaganda sening maling boshqalar tarafidan yeyilmaydi. Şunun bilan oyatdagi sizlarning mollaringlarni degan ifoda to'g'ri chiqadi bu yerda. Ya'ni bir odamning boshqalarning mol-mulkiga tajovuz qilmaganligi mohiyatda o'zining mol-mulkiga qanday qilmaganligi. Chunki dedim ya, takrorlay. Qur'ondagi ko'pincha buyruqlar shunda sizlar ifodasi bilan xuddi o'zimizga buyurgandek, masalan, ma oyatning o'zida sizlarning mol-mulkinglarni yeyolmanglar dedi. Mush oyatning oxirisida tahi. Hozir o'qidik tahi oyatning başını. "Va la taqtulu anfusakum." O'zinglarni o'ltamanglar deb bir hukm bor oxirisida. Hech kim o'zini o'ltamaydi amaliyotda. Hech kim o'zining milini o'zi o'g'irlab yeyolmaydi. Masala nima desa, sen tajovuzchi bo'lmasang, ham tajovuz qilinuvchi bo'lmaysan. Chunki sen o'zingga bir kishilik vakillik qilsa ya, bir kishilik vakillik qilib boshqalarning miliga tajovuz qilmading degan gap, ya'ni mushu oyatni anglagan sizning qarshingdagi yana birisimi o'zga vakillik qilib boshqalarga tajovuz qilmaydi. U tajovuz qilmaydigan boshqalar sen tajovuz qilmaydigan boshqalar u. Shunday bo'lganda, agar oyatning hukmi umumlashganida sen mu amin bo'lsa, boshqalar tarafidan tajovuz qilinmaysa, qarshi taraf mu amin bo'ladi, boshqalar tarafidan qana qilinmaydi, tajovuz qilinmaydi. Tamam, bu masala mushahada hozircha to'xtasin. Andikin oyatda boshqalarning melini yo'lsizlik bilan yeyolmanglar degan gapning yana bir tushunchasi qalbida paydo qiladigan tushuncha, cho'qim sizlar boshqalarning erishadigan har narsaning badal olsin deydi. Qarshilik olsun, qarshi tarafga bir narsa birib olasizlar degandek bir o'qim chiqdi. Shundan sahobalar o'z vaqtida biroz siqildi. Qana siqildi? Chunki do'stlarimizning uyisiga boramiz, bir narsa yeymiz. Qarindoshlarimizning uyisiga boramiz, bir narsa yeymiz. Tonish bilishlarimizning uyisiga boramiz, bir narsa yeymiz. Masalan, tuqqunimning biqqa kirma, yuzini yeyman, masalan, uyga boraman, tamoq olib qolsa yeyman masalan. Siqilgan vaqtida Peygamber Efendimiz'in qishig'i kelib bu ahvolni degandan keyin Alloh subhanahu va taolo qaysi oyatni tushadi? Sura Nur'ninki 61-oyatni qana qildi tushadi. Oyat "Laysa 'alal a'ma harajun va la 'alal a'raj harajun" da bir şekilde oxirlashadi. 61-oyat to'liq oyatning mazmuni nima desa, Uzanlarning uyisi, dadanglarning uyisi, ananglarning uyisi, qarindoshlaringlarningki, masalan, tog'laringlarningki uylari yoki ochquchi qulonlarda olgan uylar, do'stlaringlarning uyisidan bir narsa yesanglar, hech nima bo'lmaydi deb masalani aytadi. Chunki tonish bilish, urug' tuqqan, do'st birodar, yoranlarning uyisiga borgan vaqtda bir narsa yeymiz, chunki o'zimizning uyisidek muomala qilamiz hamda. Bu normal bizning odatlarimizdami? Normal ahvol. Öyle ki bir piyola istakanga çay qo'yamiz, qahva qo'yamiz yoki o'zimiz shanji qiladigan, tunish bilishadigan, tuqqan do'st birodarlarning uyiga borsak, hatto ba'zi narsalarni so'ma yeydigan ahvollarimiz bor. Buningda cho'ng masala yo'q. O yegan narsaning qarshilik bo'lmasa-mu bo'laveradi u yerda. Shuning bilan musulmonlar bu harajdan qana qildi, qutuldi.
Ondan keyin oyatning ichidagi batil ifodasi qo'llanildi. Batil ifodasi degan men yo'lsizlik qilib deyapmanlar. Deb ba'zi batillik qilyapman dedim. Bu nima desa, deganimizdek hayotdagi har bir olgan qadamning, har bir qilgan ishning, har to'kkan terning bir badali bo'ldi. İbayattanki deyilgen bir daireden sırt, oruq tuqqan, dosyaran, qarindosh, tağa, dada, anının öystiki yemekliklerden başka olanın mal-mülkün var. Mal-mülkün onu elevlendi geldik emas, lekin örpü adeti normal, karşılıksız birlidigan, elindigan narsalar. Bunun sırt halatda, bu dairenin sırtı da siz başkalarının kanter bedeliga kelgan mal-mülkünü onunğa bir narsa bermey turup qanaqa verish, evilishning o'zi batıl oldu. Bunun içige cazanı mı kirdi, oğurluk mu kirdi mesela. Başkalarının işlet hocayın bolsunuz, kol asınızdakilerinin hakkını beğenmegenlikiniz mi kirdi? Soğudu da erzan nersini yalgan eğitip kıymet çekili satqınızın muşun tehtige kirdi. Para ağınız muşun tehtige kirdi. Hemmisi muşun tehtige kirdi. Yani karşı taraf Üzü bəgən mal-mülkünün bədiliga razı olğadak bir narsaga erişənmədimi? Bunun hammasi muşun tahtiga qanaqılıdı, kirdi. Hatta qima masalasi kelgan vaqtimizda ba'zida deyish mumkin, qima o'ynagan ikki adam. O'zaro razılab o'ynaydi deyish mumkin. Lekin qima o'ynagan ikki adam do'st masalan, yaqin, tonish. Lekin shu tonish choy ichayotgan vaqtida qima o'ynab qarshi tarafning yanchiqidagi pulusini sug'urib olishning kuyida. Bu qanday do'stlik masalan? Bu yerda qarshiliksiz bir narsaga erishish kuyida. Buning hammasi mushun tahtiga qanaqiladi, kiradi. Yana men takrorlab qo'yay qarindoshlar, takrorlab qo'yay. Qur'onda ani qil, mani qilma degan vaqtda bizga xuddi bu buyruq bizga lam tushayotgandek. Bu orqali qilayotgan ishlarimiz qiyinlashib qolgandek, yo'limiz tarlashib qolgandek, erkin bulanmagandek hissiyat kelishimiz mumkin. Ammo shuni unutmaylikki, Qur'ondagi buyruq sizgilam emas, manglam emas, hamma odamga keladi. Hamma odam o'g'irlik qilmaganida sizmi o'g'irlanmaysiz. Bunda hukmlar ko'p. Masalan, Alloh subhanahu va taolo haromdan ko'z yig'ishga buyurdi. Ammo sizning nafsingiz qara da'vatidir. Siz chiddab qaramayatsız. Çünkü ayette qarama dedi haram ishlarga. Bu sizni bir xil siqib qo'yish mumkin. Demak, erkin qarasak olmasmi? Mushu buyruq, sizga tushgan buyruq qarshi tarafga tushidi. Siz uning onasiga, qiziga, singlisiga, ochisiga qaramagan vaqtingizda, u sizning onangizga, qizingizga, singlingizga qaramaydi. Ya'ni sizning boshqalarga qaramagingiz sizga boshqalarning qaramagini, sizning boshqalarning mol-mulkini evanmagınınız, haq huquqiga hurmat qilganingiz boshqalarning sizning haq huquqingizga hurmat qilib mol-mulkingizga qo'lini uzatmagan bo'ladi. Demak, bu yerdagi ahkam sizga ham tushgan ahkam emas, boshqalarga ham tushgan ahkam, hammalarga tushgan ahkam. Foydasi bo'lsa, kimga bo'ladi? Hammalarga bo'ladi. Shunga ko'pincha vaqtda ahkamlardagi xitob sizlarga, sizlarning mol-mulkingizni evanmanglar degan shaklda kelishning sababi bu qarindoshlar. Endi oyatning oxirida illa an takuna, ya'ni agar bu o'zaro bir-biringlardagi mol-mulk, haq-huquq, ilm-bilim masalalari qanday bo'lib, rozi bo'lib, an takuna tijaratan an taradun minkum. Ya'ni tijorat bo'lib, elish, berish, almashtirish, setish qatorliq ishlar bo'lib, qana qilsanglar foyda manfaat olmasa. Masalan, men bir narsa sotdim, foyda oldim qarshi tarafdan. Bir narsa oldim qarshi tarafga foyda verdim. Bunun da masala yo'q. Ham tijorat amaliyotda butun hayot harakatini bog'lab turadigan bir chambaraksimon sistem bu hisobda. Ishlab chiqaruvchini bog'laydi bu tijorat. Sotquchini bog'laydi, ağacını bağlaydı, hesapta soğuduğu hemmesinin oturduğu bir kanda vasıta kişiden ibaret. Bu ticarette ayetinin ahırı degendek razılık şart, razılık şartlan bolsa hiç kanda çeklengen bir iş bulmaydı ticaret. Ama qarindoshlarımga bir narsani tavsiya qilmoqchiman.
Savdo sotiqlarni rozilik bilan bo'lg'achqa, shart rozilik bo'lg'achqa, rozilik bilan bo'lsa, masala yo'q. Halol algan payda masalan. Hammasi halol dedik. Ammo qarindoshlarimiz mayli binasi ag'a vaqtida sotqa vaqt, ko'pincha vaqt sotqa vaqtda bo'ladi. O'zining yuragiga qo'lini qo'yib beqish kerak. O'zining iymonini biroz tasqab beqishi kerak. Ya'ni inson o'zi biladi. Tijorat qilayotgan odam o'zi biladi. O'zini davolashib qolgan odam o'zi biladi, sotib qolgan odam o'zi biladi. Sening sotgan mushu narsang hozir bugungi bo'libmi, bugungi zamonda, bugungi vaqtlarda sirti boshqa, ish boshqa bo'lib ketdi narsalarningki. Sen sotgan shu pulga loyiq emasmi? Haqiqiy bozor bahosida va bu narsaning sifatida loyiqmi, loyiq emasmi savdoga biladi uni o'zi. Lekin jamiyat ashtabib ketdi. Men satmasam yana birisi satadi, men qilmasam yana birisi qiladi deb aldaydigan ahvollar bor. Qarshi savdo bitib bo'ldi, qarshi taraf birib bo'ldi, yanolmaydi chunki qarshi tarafmi kurab olgan, kurab eling deydi masalan. Ammo o'zining iymonini tutib baqish kerak. Tamam, dunyo ahkomlarida, dunyo hukmlarida sen sotib tortilmasligi mumkin. Da'voga chiqmasligi mumkin bu nuqtada. Ammo qiyomat kunisi Alloh subhanahu va taolo qalbingdagidan hisob oladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisi bor bu nuqtada. Bu hadisni muhaddislarning ko'pinchisi rivoyat qilganlar. Rasululloh hadisning mazmunida shunday deydi: "Men inson" deydi Rasululloh. Sizlar mening qishimga davolashib kelasizlar. Men ikki dam davolashib qoladi, davolashga vaqtimi xuddi da'vo orasida hammasi o'zinikini to'g'ridek chiqirdi. "Innama ana basharun va innakum taxtasimuna ilayya." Taxtasimun hammasi mening ros, mening ros. Men bunda qilgan degan shaklda qarshi tarafga o'zini haqliq ko'rishga urinadi. Ammo qalbini o'zi biladi inson. Rasululloh shunday deydi: "Sizlar davolashib kelasizlar. Aranglarda ba'zilardan gapdan. O'zini gapdan obdan deyalaydi. Qarmoqqa haqliq ko'rinadi. Shuni bilan men anglagan bo'yin shuni hukm qilib qo'yman." Amaliyotda ikki da'vogar chin qalbida biladi kimning haqliqligini. Ammo zo'taliqqa qilib keladi. Ashta bir yavag'iz keladi, nochilik qilib keladi. Rasululloh hadisning oxirida deydi: "Faman qadaytu lahu bi haqqi muslim." Men kimga birisining haqqini hukm qilib qolgan bo'lsa, masalan, gap boshqa, amaliyot boshqa. Men gapga qarab aytaoladim, hukmning qoidasi, sotning qoidasi dalil fakt qarab hukm qilish. Fakt qarasam shu, gap shu, hukm qilib qolgan bo'lsam, bu do'zaxdan bir o'tni olgan bo'ladi. Ya asını taşısın. Yani bu yerdə Resulullah mı imanıga havola qildi. Hatta hakim Resulullah bo'lgan taqdirda, Resulullah ma ishni hukm ma'ning degan taqdirda ishning mohiyati agar unda olmay qolib qolsa, qiyomat kunida Alloh hisobni elaveradi. Haqning haqqi bo'laveradi. Chunki Resulullahdan tatib ta qiyomatga qadar islom ahkom qoidalari dalil fakt asosida mangadi. Dalil faktni ba'zi yolg'ondan o'ydirib chiqaradi, ammo o'rtada dalil borgan dalil bo'yicha hukm qilinadi. Amaliyotda ish dalilning ta'tirisi bo'yicha bo'lishi mumkin. Shu vaqtida Rasululloh alayhi eskartadiki, bu bir o't haqning haqqandaqdir, sotdan hukmdan unda hukm chiqqanlik bilan hukm Allohning nazarida hukm o'zgarmaydi. Bu bir o't haqning haqqi bo'lib qolsa olsun ya tashlasin degan shaklda qanday qotida askartib o'tdi qarindoshlar. Davomlashtiraylik. Oyatning oxirisida mol mulkinglarni yo'lsizlikdan yavanmanglar deb qo'ygandan keyin o'zinglarni o'ltamanglar deyapti. Hamda o'zini o'ltirish Alloh subhanahu va taolo bu yerda nimani maqsad qildi desa, o'zini o'ltirish degan bu oyatdan o'zini o'ltamanglar degan ifodadan biz 3 xil narsani tushunish, 3 xil ma'noni tushunishimiz mumkin. Birisi hayotning qiyinchiliklariga, jafo mushaqqatlariga bardoshlik bermay o'zini o'ltiroldigan ahvollar. Bu keskin harom, qat'iy to'g'ri emas. Bu insonning Alloh qo'ygan ishonchisining tugaganligi u. Xuddi bu dunyoda o'zi yolg'iz qolgandek, bu musibatlar, bu balolar mushuning beshig'ilan kelgandek, bu musibat, bu qiyinchilik, bu azoblardan bu qutulib chiqolmaydigandek. Hey, inson shuningga ishonish kerakki, ma dunyoga inson o'zi kelmadi. Bu dunyoga uni akagan bir zot bor.
ahvol qanday bo'lib ketsin, bu zot mavjud. Shu vaqtda o'ylash kerakki, men bu dunyoga o'zim kelib olmadim. Meni bir akagan Allohdan birsi bor va yuz berayotgan ishlarning hammani Alloh biladi. Allah mening taqatimda ishni menga bermaydi. Men chidayman. Deyish kerak va qanday qilish kerak, chidish kerak. Bu bandining Alloh bilan bo'lgan munosabatining natijasi. Ya'ni bu o'zini o'ltirib olgan banda Allah qo'ygan ishonchisi tugagan, Allah bilan bo'lgan munosabati tugagan banda bo'ladi. Shuningga hadis qudsiyda Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Banda menga oldirdi, men uningga qanday qildim? Jannatimni harom qildim. O'zini o'ltirib olgan odam dozaqqa kiradi bu. Nima ishqa? O'zini o'ltirgandek nima haqqi bor uni o'zini o'ltirib? Chunki uning hayotini u o'ziga bermagan bo'lsa, uning hayotini Alloh bergan hayotni o'zining yo'q qilish haqqi yo'q buningki. Manda bir misolni ko'raylik qarindoshlar. Musa alayhisalom qavmini boshlab Fir'avndan qochib dengizga keldi. Oldi dengiz kirib baqqanlar uning hayvesini biladi, bir xil inson biladigan tuyg'usini. Keyin million kishilik qo'shin. Dengiz million kishilik qo'shin. Shu vaqtida Musa alayhisalomning keyin agishib kelganlar nima dedi desa, o'zining insonlik bilan tugashdik dedi. Inna la mudrakun. Ma'lum gapi insonlik nuqtasini to'g'ri. Chunki bu normal inson kallasi bilan shunday tushunadi. Ammo Musa alayhisalom nima dedi? Kalla dedi. Yo'q, unday emas. Musa alayhisalomni undoq emas oldi dedingiz. Keynida million kishilik qo'shin undoq emas degizgan narsa Musa alayhisalomning Alloh bilan bo'lgan aloqasi. Ki Alloh qo'ygan ishonchi buni keyniki gibidan tushuna olmaymiz. Nima deydi? Kalla inna robbi sayahdin. Allah men bilan billa, Rabbim men bilan billa Allah'ın to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bir chiqish yo'li beradi. Şu o'zini o'ltirib olmoqchi bo'lgan insonlarning har qanday mush oyatni eslash kerak. Uning kelgan xofiliq, uning kelgan musibat yoki hal qilinmagan bir ishi, yo uni qiynagan bir dard, alam, uning bilan kelgan alam emas. Dunyoda u yolg'iz yo'q. Boshqa insonlarmi bor? Hammasi yashayashda. Va u ishlardan Allohning xabari yo'q emas, Alloh obdan biladi. Va u bu dunyoga o'zi kelgan emas, Alloh kelgan, Alloh olib ketadi. Onun Allah bergan hayatını özü çağlab yo'q qilib o'tish huquqi bo'lmaydi. Cho'qim nima deyish kerak? Inna ma'iya robbi sayahdin. Rabbim ba, Allohim ba meni cho'qim to'g'ri yo'lga boshlaydi. Meni bu qiyinchilikdan chiqaradi. Mush tuyg'ular yashash kerak. Bu bir. Ya'ni iymon insonga mush qiyinchilikning oldida nayt bir kuchtingurlik, mustahkamlik, chidamchanlik, bardoshlik berish iymoni kuchini iymon ta'minlaydi. Buni o'zini o'ltirib olgan odamning dal bu xil iymon kuchi yo'q. Iymondan nasibasi tugagan inson bo'ladi. Shunga uning oqibati dozaq bo'ladi, o'zini o'ltirib olsa. Bu bir. Ikkinchisi Uzanlı o'taman degan oyatdan chiqadigan ikkinchi ma'no sizlarni o'limga oladigan ishlarni qilmanglar. Masalan deyli, bugungi vaqtlarda misol qilsam qatnash hodislari, qatnash voqealari yo'lning sur'ati 100 kilometrlik tezlik, 120 kilometrlik tezlik bilan belgilangan yo'l. Chunki uni surat belgilangan vaqtida yo'lningki ahvoliga qarab turib, agar qayiladigan yerlarga qarab turib va sig'dirishlarga qarab turib belgilaydi. Onu özünün kasb ahli belgilaydi. Kishi mushu suratdan oshirib haydadi. Ya'ni belgilangan suratdan oshirib haydadi. Degandek oldida bir qayrilma va tez suratda kelib qayrilib bulanmay urib ketdi. Bu oyatning tahtiga qana qilishi mumkin, kirishi mumkin. Oyatning tahtiga kirishi mumkin. Ya'ni o'zini o'ltagan qatoga kirishi mumkin. Bu ikkinchi ma'no. Ya'ni demak cho'g'ini ba'zi aniq xavfi bor ahvollarga qana qilmaslik kerak. Qiyin o'zini o'ltirishga sabab bo'ladigan ishlarni qilmaslik kerak. Men misol deb davotman. Uchinchi xil ma'no o'zinglarni o'ltamanglar degani ibodatni biz mollaringlarni yuvamanglar degan ifodaki, ya'ni Alloh o'ltirish jinoyatiga o'ltirilish jazosini bergan. Bu nuqtadan men Ahmetni o'ltirsam, qisosan men o'ltirilman. Ya'ni sizlar boshqalarni o'ltirish orqali o'zinglarni o'ltirgizamanglar. Ya'ni boshqalarni o'ltamanglar. Sizlarni o'zinglarni o'ltamang deganlik, jamiyatda sen uni o'ltirsang seni o'ltiradi. Hisobda o'zinglarni o'ltirgan bo'lsa. Ya'ni bir-biringlarning qinini asranglar, bir-biringlarni qanday qilmanglar, o'ltamanglar degan
ma'no bo'ladi. Yuqori degandek 3 xil ma'noning birisi, ya'ni hammasi bu oyatning tahtiga qada qiladi. Kiradi. 3 xil ma'nodagi o'ltirish hammasi harom. O'zini o'ltirishmi harom va o'limga sabab bo'ladigan ishlarni, ko'zi ko'rinib qolgan ishlarni qilishmi harom va boshqalarni o'ltirishmi hamnimi harom. Oyatning oxirida innalloha kana bikum rahima. Allah sizlarga rahimdildir. Davat. Ya'ni Allah o'ylab bakinglar, pul, mol, mulklarni yavamanglar deydi. Alloh nima ziyon? Mol, mulk yevilish, boshqalarning haq-huquqini qo'g'damaslik mohiyatda o'zingning jamiyatini, o'zingning iqtisodini vayron qilganlik. Boshqalarni o'ltamanglar degan amaliyotda o'zingning hayotini saqlab qolish. Bu ahkomlarning hammasi amaliyotda sizlarning hayotinglardagi huzuringlarni saqlaydigan ahkomlar. Saodatingizga kafolatlik qilgan ahkomlar. Allohning bundan ortiq mehribonligi bo'lmas. Ana keyingi 30-oyatda Alloh subhanahu va taolo ilgirki butun ahkomlarga ishorat qilib turib deydi: "Va man yaf'al zalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara va kana zalika 'ala Alloh yasra." Kimki shu ishlarni chekdan eshib, o'ziga o'zi zulm qilib qiladi ekan, biz uni do'zaxga kirgizamiz. Allohga bu oson, qiyin emas. Oson bu deydi. Oyatdagi kimki shularni degandagi zalika bir ishorat bor. Bu ishorat tafsir ulamolarininki degan ifodalariga asosan shu boshdagi inson qurilishi, oila ahkomlari, to'y qilish o'tirishga cheklamalar, masalan, had hududlar va undan keyingi hukmlar, bugungi darsimizda chiqqan ahkomlar hammani o'z ichiga oladi degan shakldagi ba'zi izohatlar va mushu biraz muvofiqmi shu yoki bugungi darsdagi mushu odam o'ldirish, mol mulkni yevilish qatorliq masalalarga asoma bo'ladi. Ashlarni hammani o'z ichiga oldi. Yuqorqi ahkomlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloninki bizga sizib bergan bir siziqlari, chegaralari va bizning baxsh saodatimizning nimasi asosi. Endi bizning buningdan atlab o'tib ketganimiz amaliyotda chegaradan tajovuz qilib ketganimiz bo'ladi. O'zimizga zulm qilgan bo'ladi. Bizning tasdiqan erişidigan jazoimiz do'zax bo'ladi. Endi oyatning oxirisida nuslihi nara iborasi bor. Biz unda odamni chekchigirdan o'tgan, had hududdan o'tgan odamni qana qilamiz? Do'zaxga sulaymiz. Meniki Alloh jazolaymiz, do'zaxga sulaymiz ifodasini qo'llangan vaqtda biroz bizni titrak besish kerak. Biroz cho'chishimiz kerak. Nimishqa? Chunki har qanday bir ishning ta'siri qilg'uchisining kuchiga qarab bo'ladi. Bir kichik baladan bir kelib misolga masalani oydinlashtirishni da'votiman. Valillahil masalul a'la. Kichik baladan birisi kelib, "Sen bir shapaloq salama" desa, uningga qanchalik bizga ta'sir qiladi, kulib qo'yamiz endi. Kichik baladan birisi kelib, "Sen mushlab ketma, dasib o'tma" desa, shu miqimizda azroq qilib qo'yim, chunki uning kuchining qanchaligini bilamiz. O'zimizdan tang odamni birisi kelib urman desa, kuchimizni yig'imiz, biz urush qilay. Agar bizdan kuchli yeb ketishimiz ini qo'g'a odamdan birisi kelib, bizga tahdid qilib qolsa, qo'rqimiz ham, chunki bizdan cho'ng. Men insonlar o'tirishdagi qilg'uchining ta'siri bor. Alloh o'zi bevosita nima deyotdi? Biz uni do'zaxga sulaymiz. Allohga bu qiyin emas deyotdi. Oson bu ish deyotdi. Mushning o'zidan bizga bir narsa signal berilyapti. Ya'ni nima deyotdi? Azobning ig'irligi bu yerda. Xoliqning qudrati qanaq bo'ladi? Asl tuvatidi. Ma aniq kallamizda qanaq qilish kerak, bo'lish kerak. Va kana zalika alalloh yasira. Va Allohimizdan da qulay. Chunki bizning aqida prinsiplarimizda Alloh har qanday narsani bo'l deydi, bo'ladi, kun fayakun prinsip va mush prinsip bo'yicha Allohga hech narsa qiyin kelmaydi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Inshaalloh darsning davomini kelasi hafta darsda davom ettiramiz va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.